Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun 4 ta eshigimiz ham bitdi. Qo'vaga qildik bu eshigimizni. Qaladagi 4,5 da diametrda yog'ochga qildik. Chiroyli olib chiqdi akalarimizga. O'rnatgan ketyapmiz. Desvet birga bir laklari, oynalari, shu mashg'ulot hamyonlari ichida hozir uстановkaga ketyapmiz. Laykni bosib obuna bo'lib ko'ramiz. Hop, borgandan keyin ishlarimizni ham ko'rsatamiz, videosini chiqaramiz. Bungacha shu video ko'rib turinglar. Chiroyli holatda bo'ldi. Koronalari ham bor mana. Qo'lda o'yilgan koronalarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda chiqqan. Xo'p. Qo'lda o'yiladigan, qo'lda mehr beradigan ishlarimiz ko'rib baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha qildik. Laykni bosib, obuna bo'lib sesdan chiqmasin. Hurmatli obunachilarimiz, xo'p, bunaqangi karishni ishlarimiz ham bor. Karishni desalar, karishni 5 svet lak desalar, 5 svet lak. Buni yog'moq svetda bo'lgan ishlarimiz erkashligida bu ham chiroyli holatda chiqqan. Zakazga sizlar qanaqangi posonda qanaqangi rangga desa tayyorlab berilaveradi. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Isboskan tumani Naygirda. Hop, usta o'zim, kanalim o'zimniki. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilib chiroyli qilib beramiz. Akalarimiz mana ishlarimiz juda bo'ldi. Shu yerda eshikni to'shalarga o'rab o'zimiz ehtiyot qilgandek ehtiyotlar ketamiz. Mana laklarimiz ketyapmiz. Borgandan keyin ham bir ko'rib baho berasizlar. Like bosib qo'yasizlar.